Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugun test 4 yechimini boshlaymiz. Demak, birinchi misolimiz 120 gradusga teng, 1/2 ga parallel bo'lsa, alfani qiymatini toping debdi. Biz avvalambor mana bu burchakni topishimiz kerak. 120 bilan bu burchagimiz mos burchak hisoblanadi. 120 ga buni qo'ysak, ya'ni x desak, x plus 120 bu 180 chiqishi kerak. Bundan x ni topadigan bo'lsak, 60 gradus bo'ladi. X 60 gradus bo'ladigan bo'lsa, 60, 160 va alfani qo'shsak, alfa plus 60 plus 160 bu 360 gradusni berishi kerak. Ya'ni to'la burchakni beradi. Butun bir aylanamiz. Buni qanaqa qilamiz? Bundan alfani topadigan bo'lsak, 360 dan 160 ni ayirsak, 200, 200 dan 60 ni ayirsak, 140 ekan deymiz. Tamom. 140 ekan deymiz. Ikkinchi misolimiz, bu 150 gradus bo'lsa, bu 40 gradus bo'lsa, alfani toping debdi. Bunun uchun buni davom ettiramiz. Tepadan ham parallel chiziq o'tkazamiz. Buni kelishganmiz. U holda mana bu burchagimiz necha bo'ladi? Mana bu burchagimiz 40 ga mos bo'lgan burchak. Buni qanday topamiz? 180 dan 40 ga ayiramiz. Shunda bu 140 bo'ladi. Ana. 140 ga 50 alfani qo'shsak, mana shu общийsi mana bu 50 ni berish kerak. Demak, 140 gradus plus alfamiz bu 150 gradus ekan. Bundan alfani 10 gradus ekanligini topishimiz mumkin. O'rganingizda. Xo'sh, keyingisida nima qilamiz? Keyingisida bundoq qilamiz. Parallel chiziq o'tkazdim. Endi qaranglar, mana 3x plus 35 a. Mana bu joy 2x bo'lsa, qolgani nima bo'ladi? Qolgani x plus 35 bo'ladi. Sababi hammasini qo'shsam 3x plus 35 bo'lishi kerak. Bular chunki ichki almashinuvchi burchaklar hisoblanadi. D1 pastdagiga parallel va D2. D2 bilan D1 ham parallelligidan, demak bu bilan bu parallel bo'ladi. U holda x plus 35 ga x plus 75 ni qo'shsak, x plus 35 qo'shamiz x plus 75, bu 180 gradusni berishi kerak. 2x imiz teng bo'ladi. Mana bu 110 bo'ldi. 180 dan 110 ni ayirsak 70 gradus bo'ladi. 2 ga bo'lib olsa x teng 35 gradus ekan deymiz. Tamom. Xo'sh, endi nima qilamiz? Buni davom ettirsak, buni davom ettirdik deylik. Bu holda buni ham davom ettiramiz va pastdan ham parallel chiziq o'tkazib yubordim mana. Okey? O'rgandingizlar? Ana endi bu jami nechi bo'ldi? Mana bu jami nechi bo'ldi? Mana shu parallel chiziq sal teparoqdan o'tkazsak. Ana. Parallelda endi tasavvur qilasiz. Jami 58 ga 42 ni qo'shadigan bo'lsam 100 bo'ladi. U holda mana bu joyimiz ham 100 gradus bo'ladi. Bu 100 bo'lsa, 20 bo'lsa, qolgani nechi bo'ladi? Qolgani ko'rib turibsizlar, 60 gradus bo'ladi. Endi 60 gradus bilan alfa mos bo'lgan burchaklar, alfaga 60 ni qo'shadigan bo'lsam, yoki o'shani mos bo'lgan burchak emas. Mana bu jami 120 bo'ldimi? Bu holda alfa ham ichki almashinuvchi burchak bo'lib, alfa ham 120 gradus bo'ladi. Yoki mos burchakdan foydalaninglar. 60 plus alfa bu 180 ni berish kerak. Bundan alfani topadigan bo'lsak, 120 gradus. Ikki tarafdan ham bir xil chiqaveradi. Tamom, o'rgandingizlar? Ana endi buni o'rganamiz. Buni qanaqa qilib ishlaymiz? Ketdik. Buni x deylik. X ga 140 ni qo'shadigan bo'lsak, bu 180 gradusni beradi. Bundan x ni 40 gradus ekanini topamiz. Bu 40 gradus bo'lsa, bunisi ham 40 gradus bo'ladi. Jami 80 gradus ekan. 80 ga 20 ni qo'shsam, mana alfani berish kerak. Alfamiz 80 gradus plus 20 gradus. Ya'ni 80 ga 20 ni qo'shsak, bu 100 gradus ekan degan. Tamom. O'rgandingizlar? Mana 5ta misolni ishlashni o'rgandik. Keyingisi 6-misolni qanday ishlayman? 6-misolda ham men parallel chiziqni o'tkazaman. Bunda parallel chiziq o'tkazsam, shu alfani 2 ga bo'lib o'tib ketsa. Bu holda mana bu joyimiz. Endi aytganku, BS FYga, ya'ni BS bilan FY parallel. Bu holda mana bu 60 bo'lsa, mana bu joyimiz ham 60 gradus bo'ladi degan. Okey? Endi AB bilan CD parallelligidan bu bilan bu ham parallel. Bu 20 bo'lsa, mana bu yog'i 20 bo'ladi degan. 20 ga 60 ni qo'shsak alfani beradi. Alfa degani, demak, 80 gradus ekan. Mana qiyin emas ekan. O'rgandingizlar? Ana endi 7-misol. 7-misolda nima qilamiz? Bunda ham o'sha parallel chiziqlarni o'tkazishimiz. O'tkazsak buni o'tkazsak mana 30 ga nechini qo'shsak 80 ni berish kerak? 80 ni berish kerak-ku. Mana buni x desak, shu 30 bilan x ni qo'shsa mana 80 ga teng bo'lishi kerak. Shu qoidani ishlataman. X plus 30 teng bu 80. Bundan x ni 50 gradus ekanini topa olaman. Agar bu 50 bo'ladigan bo'lsa, mana bu 90 bo'lsa, bu ham jami 90 bo'lishi kerakmi?
x plus alfamiz bu 90 bo'lishi kerak. X'imiz 50ligidan alfani 40 gradus ekanligini topa olaman. Menga alfa kerak. Tamam, muammo emas ekan. Ana endi bunda nima qilamiz? Bunda davom ettiramiz. Bu bir 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyini topishimiz mumkin. Qanaqa topamiz uni? Uni 180 ning qo'shnisi, 180 ni 30 ayiramiz, chunki 30 ning qo'shnisini topamiz biz. 30 ning qo'shnisi 150 hisoblanadi. Endi 150 alfa va 140 ni qo'shsak, bu 540 ni beradi. Ya'ni 2 alfa plus 150 plus 140 gradus bu 300 540 ga beradi. 540 ga beradi. Sababi nima? Sababi mana to'rttaligini isbotlash mumkin uni. O'sha bir ikkita bo'lganligidan-da. Agarda mana shu yerda bitta bo'lganda 360 gradusni beradi. Buni biz darslarimiz davomida isbotlaganmiz. Ana endi bundan 2 alfani teng 540 dan ayirishimiz kerak. 540 ayiramiz. Mana bu 200 necha bo'ldi? 90 mi? 290 bo'ldi. 2 alfamiz teng bo'ldi. Bundan 0. 14 dan 9 ayirsak 5, 250 ekan. Bundan alfani topsak 125 gradus ekan. Ana muammosi yo'q ekan. Undan keyingisi. Xo'sh, bu x bo'lsin, bu ham x bo'lsin. Endi qaranglar, 72 ga 38 ni qo'shsam 2x ni beradi. 2x teng 72 plus 38. Bu esa x ni mana bu ikkalasini qo'shsak 110 bo'ladi. 112 ga bo'lsak 55 dan jigarlar. Ana endi qaranglar, men alfa ga 38 ni qo'shsam x ni beradi. To'g'rimi? Alfa plus 38 bu x ni, ya'ni 55 gradusni beradi. Bundan alfani topadigan bo'lsak 17 gradus ekan deymiz. Okey? Xo'sh, davom ettiramiz. Davom parallel chiqaradigan bo'lsak. Parallel deylik. Endi bu 60 bo'lsa, bu yog'i ham o'pcha 60 bo'lishi kerak. Demak, mana bu joyimiz 50 gradus bo'ladi. Ana 50 ga alfani qo'shsak, mana bu 100 ni beradi. Osonmi ekan? 50 gradusga alfani qo'shsak 100 gradusni beradi. Bundan alfani 50 gradus ekanligini osongina topamiz. Bu shartlar qachonki D1 D2 ga parallel bo'lganda bajariladi, aks holda bajarilmaydi. Xo'sh, buni qanday ishlaymiz? Bunda ham o'sha bitta chiziqni o'tkazish yetarli bo'ladi. Qaranglar. Bitta chiziq o'tkazamiz, masalamiz hal bo'ladi. 100 bo'lsa, mana bu joyimiz 80 bo'ladi. Oddiygina 180 ku jami. U holda mana 120 bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyimizni topishimiz mumkin. Necha? 60 bo'ladi. Endi buni x desak, jamini qo'shsak, mana bu 60 bu. 60 gradus. 2x plus 140 gradusimiz bu 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Bundan 2x teng 40 bo'ladida, bundan x'imiz 20 gradusga tengligini aytishimiz mumkin. Bundan ham osonroq yo'llari bor. Misol uchun, mana bu jami 2x plus 60 aynan 100 ga teng bo'lishi kerak. Shundan ham x ni 20 ekanligini topishimiz mumkin. Bo'ldi. X'imiz 20 bo'ladigan bo'lsa, bunisi ham 20. Alfa bilan mana bu jami teng bo'ladi, mana bu yog'i. 80 ga 20 ni qo'shsak 100. Demak, alfamiz aynan 100 gradusga teng ekan deymiz. Yoki bundan davom ettirib olish kerak ekan o'zi. Bundan davom ettirib oladigan bo'lsak, shu 100 bilan buni tengligini isbotlash mumkin bo'lar ekan. Chunki mana bu alfa bo'ladi-yu, alfa bo'lsa, mana bu jami 100 ligidan alfani 100 ekanligini topishimiz mumkin. Endi yo'li ko'p, bittasi mana o'rgandik. Endi bunda nima qilamiz? Bunda bundoq qilamiz. Davom ettiramiz. Xo'sh, bu yoqqa qarab turgan burchaklarga teng bo'ladi. Kelinglar, mana bu joyni x deymiz. Endi bu 270 bo'lsa, jami 360 bo'lishi uchun mana bu joyga 90 gradus kerak bo'ladi. 70 ga qo'shamiz x ni, bu teng bo'ladi 90 plus 30 ga. Bundan x ni 50 ekanligini ayta olamiz. Agarda x'imiz 50 bo'lsa, mana bu joyimiz 50 bo'lsa, u alfa uni qo'shnisi. Demak, alfamiz 130 gradus, ya'ni 180 dan o'sha 50 ni ayirib olaman. Tamom, muammo yo'q ekan. Bitta o'sha ko'k chiziqni chizib hal qilyapmiz hammasini, aksariyatini. Xo'sh, endi qaranglar. Mana bu joyimiz necha bo'ladi? Mana bu 150 bo'lsa, bu joyimiz bilasizlar 30 bo'ladi. Mos bo'lgan burchak necha marta ishlatyapmiz. Endi jamini qo'shsak, 3x plus 30 bu 180 ga teng bo'lishi kerak. Bundan 3x teng 150, bundan x teng 50 ekan. X'imiz 50 bo'lsa, bu tarafimiz mana 100 bo'ladi, to'g'rimi? 100 ga alfani qo'shsam 128 chiqishi kerak. Alfa plus 100 teng bo'lishi kerak 128 ga. Bundan alfani 28 ekanligini ayta olamiz jigarlar. Tamom.
Demak, alfamiz 128 gradus ekan. Bunda nima qilamiz? Bunda ham o'sha mashhur chiziqni o'tkazaylik. Mana 120 chiqishi uchun 30 ga nechini qo'shish kerak bilasizlarmi? Mana 90 ekanda, demak. 90 ni qo'shish kerak. Bu 90 bo'lsa, bu 20 bo'lsa, qolgan necha bo'ladi? Jami 180 chiqish uchun. Bu 70 bo'ladi. Okeymi? Bu 70 ham bizga kerak emas o'zi. Mana bu alfa bilan mana bu jami ichki almashuvchi burchak hisoblanadi. Bu 110. Alfamiz demak 110 gradus ekan. Lekin mana 70 dan kelsa sal chiroyliroq bo'ladi. Mos bo'lgan burchaklar qo'shsa 120 yu. Mana buni ko'rish qiyinroq-da. O'shaning uchun 70 dan kelinglar. 70 ga alfani qo'shsam 180 chiqadi. Bundan alfani 110 ekanligini ayta olamiz. Ketdik. Bu 15-misol ham qiyin misol emas ekan. Sababi 70, 90 bo'lsa, uchburchakdagi burchaklarni ishlatish kerak ekan. Shuni ishlatmasdan topishning iloji bormi-kan? Qani ko'ramiz. Xo'sh, qaranglar. Biz mana bu to'g'ri burchak, uchburchakni bilmasdan ishlaymiz. Qanaqa qilib ishlaymiz? Mana bu parallel chiziq o'tkazamiz. O'tkazdik-a? Bu 70 bo'lsa, mana bu joyimiz 70 bo'ladi. U 90 gradus degani mana buni bilamiz, lekin u uchburchakni bilingizda mana shu 90 ekanligini bilamiz. 90, 70, 160 bo'ldi. Bu holda qolgan necha bo'ladi? 160 20 bo'ladi. Mana. Bu 20 bo'lsa, mana bu ham 20 ekanligini ayta olamiz. Bu 20 bo'lsa, bunisi ham 20, jami 40 bo'ldi. 40 ga 50 ni qo'shsak, mana shu alfani beradi. Demak, alfamiz 90 gradus ekan. 40 ga 50 ni qo'shinglar, 90 gradus. 40 qayerdan keldi? Jamidan keldi. Okey? Okey. Ketdik. Keyingisi. Bu 60 bo'ladigan bo'lsa, buni x deylik, buni x deylik. Buni y deylik, buni y deylik. X mana. Okey. Endi qaranglar. Bu y ga mana bu d1 bilan d2 parallelligidan y bilan mana bu 2x teng bo'ladi. Y 2x ga teng ekan deymiz. Kelishdikmi? Endi xo'sh. Mana bu alfaga mana bu x ni qo'shsam, alfaga x ni qo'shadigan bo'lsam men agar men bu narsa nechiga teng bo'lishi kerak? 60 gradusga teng bo'lishi kerak. Boshqa tarafdan alfa plus 2y imiz bu 180 gradusga teng, to'g'rimi? Mana jami yoyiq burchak bo'ladi-da. Mana endi y o'rniga ham 2x qo'yaveramiz. Alfa plus 4x teng 180. Bundan alfa plus x teng 60. Shuni 4 ga ko'paytiraman, maylimi? Mana bu birinchisini 4 ga ko'paytiraman. 4 alfa plus 4x teng 240 bo'ldi. Sistemani ayiramiz. Ayirib olsak 3 alfa qoladi. Menga alfa kerak, shuning uchun x dan qutulmoqchiman. 240 dan 180 ni ayirsak 60 gradus bo'ladi. Bundan alfani 20 gradus ekanligini topishimiz mumkin. Mana 4-test, ya'ni birinchi mavzu burchaklar mavzusidan 4-testni mazasini qochirdik. Maydalab ishladik. Bizni kanalimizni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lishni, like va kommentariy yozishni unutmang. Keyingi testlarni tahlilda ko'rishguncha